Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zim Minecraft'lar bugun biz do'stimizning uylarini obzor qilib chiqamiz. Unda videoni boshladik. Bo'llar, qaysi biridan boshlasam ekan? Mana bu tojlisi menga zo'r ko'rindi. Eshigi narvan bo'ldimi? Boshqa narsa yo'qmi? Mayli, bunga 10 dan 5 beraman. Sizlar ham baholaringizni kommentariyada yozib ketasizlar. Endi ikkinchi do'stimnikiga o'tamiz. Shashlik, tarvuz, tovuq go'shti, shokolad zo'ru. Endi ikkinchi etaji. Bu chiqish joylari ham zo'r. Dahshat ekan. Knopkalarni ham qo'yib qo'yibdi. Yonar ekan. O'z holatiga qaytarib qo'yamiz. Men bu uyga 10 dan 10 beraman. Sizlar ham kommentariyada yozib ketinglar. Endi o'zim qurgan uy. Men ham o'zim quraman endi. O'zimni galim. Bulardan uzoqlashtirib quring. Hazillashdim, men qurmayman. Bo'ldi. Mana shu bitmagan uyni boya qilamiz. Bitirib qo'yamiz. Uncha zo'r chiqmagan. Bu baldi o'zlaring berasizlar bu safar. Bunaqa stol. Streamxona qilish uchun oldiramiz. Dahshat kompyuterlar qo'yamiz. Stollarni ham zo'rini olamiz. Monitor. Bolalar uncha uyda qurolmadim. Men taslim ham bu uyda qurishga ham boya qilolmadim. Qara tushdi. Bolalar, shu bilan video tugadi. O'zlaring mana shu uyni balini boshqatdan qo'yasizlar va uyni balini boshqatdan qo'yasizlar. Unda bolalar hozir bo'pti. Xayr.